الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض والإنسان والجان وأنطق لسان الإنسان نور قلوب أهل التوحيد والإيمان بأنوار الإسلام والإيقان. Başa nokta olanlar, jir ham ko'klarni, kishilarni ham jinnlarni yo'qdan bor qilishi Alloh taolaga tegishli. Alloh taolo kishini tilini siylashi ne'matini berdi, ham Allohni bir deb tanishlarning, ham iymon ahllarining yuraklarini islom qavmiga inonu bilan nurlantirdi. Kim Alloh bilan uchrashishga intilib, onun bilan ul teşviksiz uchrashib so'nggi so'lish olganda Allohga to'g'ri iymonni paydo bo'lgan tilasa, u naqadar shunday bo'lgan deydi. Xalqimiz nechasang shuni urishsin deb aytadi. Qovoq tushish yashash baranga ustirib bo'lmagan bo'lib, Allohning rahmatiga erishish uchun tirishmishagina uning rahmatiga erishib bo'lmasdir. Bizga dunyo turmushi bir topqirgina. Bizga har kun, har mezgil bir topqirgina berildi. Barimizga birgina ani, birgina anti berildi. Barimizga bir dil, bir yurak, ham bir jon berilgan. Yashash turmush uchun bizga yer shari yaratilgan. Shunga bizga yer shari ichida ham tashqarida kishi uchun bir ko'p ne'matlar, foydalar berilgan. Sanat bitirganlar barsında yo'qdan bor etishni, qarab turishi Rabbimiz Allohga hamd shukr. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha وقد خاب من دساها. Jon bilan onu yaratib etib yaratgan, ona gunoh xastaqlarni anglatgan zot bilan and etamiz. Onu poklovchi o'ng'ishga yashiruvchi yo'g'oltib kechirashak. Shams surasi 7-10 oyatlar. Ramazon oyi tamomlanib, bir otnada o'tmadi. Ramazon oyida qilishib qolgan izgiliklar to'xtaldi yoki bitnib kibirli bekirga bo'ladi. Ramazon oyi dars kabi. Bu boshlanadi, tamomlanadi. Uning qadri o'zib ketgachgina bilinadi. Kim darsni tinglab, yuragi bilan qabul etib, kelajak turmushi uchun uylanib, u shagird o'tar. Mana Ramazon oyida shunday edi. Kim 30 kunni dars durust etib qo'llandi, onun qiyomatdagi hali yengil bo'lacak. 1913 yılda Ariburg'da bostirilgan Muallim jurnalida 2-nomerli g'iybatli so'zlar rubrikasida bunday so'zlar keltirilgan. Odamlarga marhamat tuyg'usi qoldirmagan bilimga sajda qilasi kelmaydi. Qiyomat kunida bilimli bilan bilimsiz kishi bir tegiz bo'lmas. Şu vaqtda bilimsiz kishida yolg'izlik ko'prakdir deb aytiladi. Kim bilim ola o'zladi. Bilimsiz kishi uroza kerak deb tegindi. Boshqalar damda ishlayib tutsa, bilimli kishi hisob-kitobni ko'z oldida tutib, o'zini tuzatishga tirishib, qilgan turli izgiliklarni qiymati qiyomat kunida Rabbisining rizo bo'lishi bilan qoydir deb umidlanib turadi. Soqol yerda o'sgan kabi maqalning o'rnidan so'zda. Xalqimizda shunday maqal bor. Maqalsiz so'z, soqolsiz iyak kabi. Kim ro'za tutib da tilini tiymasa, uning oshqiruvundan bir niyya foyda yo'qdir. Naqla maqalsiz so'z kabi ishsiz narsa bo'ladi. Ramazon oyi tamom bo'lsa da, Alloh o'zi uchun boshqa mumkinchiliklarni da bergan. Ramazon oyining farz ro'zasini tutgandan so'ng Shavval oyida ro'za tutup payg'ambarimiz sunnatidan. Uning ajr savobi yil bo'yi ro'za tutishiniga kabi buyuk ham darajada. Bu turda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bir hadisida bunday aytgan. Kim Ramazon oyining farz ro'zasini tutib, ondan so'ng Shavval oyining 6 kunini tutsa, u yil bo'yi ro'za tutgan kabi bo'ladi.
Hadisning ma'nosi shariatdagi qoidadan chiqadi. Ya'ni har bir izgi amal uchun 10 ajr savob belgilanadi. Shunga ko'ra Ramazon oyida roza tutishning ajri savobi 10 oy roza tutgan ko'ra. Shavvalda 6 kun tutgan rozaning ajr savobi 2 oyga to'g'ri keladi. Birga qo'shqash 1 yillik ajr savob hosil bo'ladi. Lekin bunda siz ajr savob turumdagina bor. Bu amallar baribir bir tegiz bo'la olmaydi. Shavval oyida roza tutishning eng muhim foydalari. Birinchidan, Shavval oyi rozasi Ramazon oyida bo'lgan kamchiliklarni qoplaydi. Agar birovning Ramazonda tutgan rozasida kamchiliklari yoki rozasini zarar keltiradigan gunohlari bo'lsa, qiyomat kunida uning nafil rozalari farz rozalarini qoplash uchun qo'llaniladi. Peygamberimizning sallallohu alayhi vasallamning hadisida da buna dalil var. Dürüstlükte kıyamet gününde en birinci hesap kılan amal bu namaz. Rabbimiz kardeşlerine eğitir. Kolunun farz namazına vararız. Anı kamil ravuşta kıldı mı, yeğsek kimçilikleri buldu mu? Eğer kamil ravuşta kılınsalar, onlar kamil bulup yazılırlar. Lakin eğer onlardan incil kimçilik bulsa, kolunun nefil urazalık namazlarına vararız. Eğer kolunun nefil namazları olsa, kolunun farz namazların şu nefil namazlarından alıp kamilleştiririz. Hem barlık ameller bu rəvişdə qabul edilecek. İkinciden, uraza ol Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizge bildirip koygan sünnet amel. Şulay Şavval ayında uraza tutup bir türlü izgi ameller kılından soň dağın izgi amellerini devam etmek için onu kılsak. Hem Ramazan urazasının kabul bulduğunu başıp delili bulacak inşallah. Şol vakitte nefil urazasını tutup Rabbimizga Ramazan oyunda uraza tuturga müminlik bergani uchun shukrona bildirib, rahmat aytib. Alloh taolaning ham Rasulimizning mahabatlarına erishuvda. Muhtaram jamoat, madrasada o'quv yili endi tamomlanib kelgan. Barimizni chaqirib qolamiz madrasamizga. Ilmga umtilgan musulmon u Allohga umtiladi. Shunga ko'ra ilm olirlar. Sizlarga mumkin bo'lganda ilm oluvni da ish qildirmasak edi, hurmatli jamoat. Alloh yuraklarimizni nurlantirsin, dindan aratsin, amallarimizni tuzib qilsin, tutgan rozalarimizni, izgiliklarimizni qabul etsin, hammarimizdan da rizo bo'lsin. Barakallahu lana wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim innahu sami'ud du'a.